Joriy yilning 20-yanvar sanasidan mamlakatimiz miqyosida kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash, mahallalarda jinoyatchilikni oldini olish, uyushgan jinoyatchilik va giyohvand moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish borasida Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan dolzarb tadbirlar olib borilmoqda. Toshkent shahrida yashovchi 2003-yilda tug'ilgan shaxs muqaddam Jinoyat kodeksining 169, 104, 227, 168-moddalar bilan 5 marotaba sudlangan bo'lsa-da, to'g'ri yo'lga o'tmasdan tovlamachilik va zo'ravonlik harakatlarini amalga oshirib kelgan. Hozirgi davrga qadar Malika savdo majmuasida telefon oldi-sotisi bilan shug'ullanib, o'zgalarga nisbatan bezorilik sodir etgan. Xususan, u avvaldan o'ziga tanish bo'lgan fuqarodan 4 dona iPhone 17 Pro Max rusumli telefon apparatlarini jami 7120 AQSh dollariga sotib oladi va bir oy muddatda pulni qaytarishga kelishadi. Oradan ko'p vaqt o'tmay bu telefon xaridori sotuvchiga qo'ng'iroq qilib, ko'rishishi zarurligini aytib chaqiradi. O'rtada o'zaro nizo ko'tarilib, janjallashib ketishgan va 5 marotaba sudlangan shaxs yonida bo'lgan o'tkir tig'li jism bilan uning oyoq qismiga, yuz va qorin qismiga ko'p marotaba urib tan jarohati yetkazgan. Hozirda u qo'lga olinib, holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, jinoyatchilikning har qanday ko'rinishiga nisbatan murosasiz kurash olib borish hamda jamiyatda sog'lom muhitni mustahkamlash bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli tezkor qidiruv va profilaktik tadbirlar davom ettirilmoqda.